Uyg'urlarning vatandagi va chet ellardagi tomoshalari. Yaqinqi kunlarda dunyo vaziyatida Uyg'urlarga munosabatli kishilar ko'p salmoqni egallolmaganligi uchun Uyg'urlar orasida bir xil susluq, buruqtirmuluq, ümidsizlik kayfiyatlari ko'rilyotdi. Shundaqla yaqindan buyon chet ellarga chiqqan Uyg'urlarning Xitoy tashviqotlariga yondosh ba'zi videolari, sayohat, tuqqan yo'qlash mazgildagi ko'rinishlari har qaysi ellarda ko'chkunda yashayotgan Uyg'urlarni xilma-xil gumon va dilig'onliq qisilib qo'yadi. Mushundaq bir vaziyatda chet ellardagi to'y-to'kun va tomosha so'rovlarining hashamatli ko'rinishlari, shundaqla vatandan undidor TikTok orqali tarqalayotgan Uyg'urlarning qaynam tashqinliq so'rovlari xalqimizning ruhiy holatiga ta'sir qilmay, ularni o'yga solmay qolmadi. Oldingi hafta Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan bir davlatda cho'ng bir to'y bo'lgan bo'lib, to'yning hashamatlikligi va to'ydagi qaynam tashqinliq so'rin ko'rinishlari xalq kishilarni hayron qoldirgan. Ba'zi kishilar Xitoyning Uyg'urlar ustidagi irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan, Uyg'urlar o'z vatanida qulluq va xo'rlik ichida yashayotgan, dunyoning har taraflarida o'zlarining beshiga kelgan tasavvur qilg'isiz zulmlarni anlatayotgan mushundaq kunlarda chet ellardagi Uyg'urlarning bundaq hashamatli so'rin tuzib, dag'dug'a qilishini to'g'ri deb qaramagan. Bundaq kishilar Uyg'urlarning bundaq to'y-to'kunlardagi qin-qinoq patmay usul, tans o'ynashlari, hasham-daram kayfiyat ichidagi masxushligini ko'rgan har qanday odam Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik bo'lyotdi degan gapga ishonmasligi mumkin. Shung bundaq hashamat va dag'dug'a Uyg'urlarning umumiy manfaatiga ziyon elib keldi deb qaraydi. Mushu to'yga qatnashgan ba'zi kishilarning qarashicha bu to'y amaliyoti unchalik hasham-daram bilan o'tgan to'y emas, balki yemak-ichmaklar Uyg'ur so'riniga muvofiq bo'lgan bir to'y ziyofati bo'lib, so'rinni bak hashamatli ko'rsatgani asosli shu davlatning yiroq yaqinlaridan va qo'shni davlatlardan to'yga kelgan ko'p sondagi mehmonlar va Uyg'urlarning ichidagi ba'zi dang'il shaxslar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bundan boshqa bu to'yga yig'ilgan kishilar ichida san'at sohasidagilarning ko'p bo'lishi, xilidan beri ko'rishalmagan, ichi siqilgan Uyg'urlarning bundaq bir so'ringa jam bo'lish ehtiyoji, o'zlarining talantini ko'rsatishga fursat bo'lmagan yoshlarning qizg'inligi degandek omillarmi bu so'rinni qaynam tashqinga to'ldirib, tarqalgan sin ko'rinishlar bu to'yni texnik hashamatlik va qiyoqas cho'qonliq ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Shunisi, bu to'y vatandan tartib tonishadigan, har sohadagi ma'lumotliq, tonilgan kishilar, shundaqla shu davlatda cho'ng bo'layotgan yoshlar qatnashgan ahamiyatli, ko'ngillik bir yig'ilish bo'lgan bo'lsa-mu, bu so'ringa kelgan Uyg'urlarning asosiy qismi Uyg'ur davosiga aralashmaydi ekan. Bu to'yga kelganlarning ichida namoyishga chiqadigan Uyg'urlar 4 dan 1 ga yetmaydi ekan. Yaqindan buyon chet ellarga sayohat va tuqqan yo'qlash bilan chiqqanlarning undidor va TikTok ko'rinishlari xili ko'p tarqaldi. Xitoy doiralari o'zi ishongan ba'zi kishilarga yo'l qo'yish orqali Uyg'urlarning davosini qoralashga va Uyg'ur vatanidagi jinoyatlarni yo'q chiqarishga urinayotdi. Xitoy siyosatining bu xil afzalligidan foydalangan ba'zi Uyg'urlarmi chet ellarga chiqib tuqqan yo'qlab qaytib ketyotdi. Gerçi bundaqlar ko'p bo'lmasa-mu va Uyg'urlarga vakillik qila olmaydigan bo'lsa-mu, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yepishda va Uyg'urlar orasida ishonmaslik va bo'linish urug'larini chechishda zo'r rol o'ynaydi. Undan boshqa yaqinqi kunlarda vatandan undidor va TikTok orqali tarqalayotgan Uyg'urlarning to'y-to'kun va hashamatlik so'rovlariga oid ko'rinishlar ko'plab tarqalgan bo'lib, bunda qaynam tashqinliq va mazxushlikqa to'lgan aysh-shirat aks etgan ko'rinishlarni ko'rgan odam Uyg'ur vatanida zulm borligiga ishonmaydi. Bunda uchurlar Uyg'ur bo'lmagan kishilarni Uyg'urlar o'yin tomosha ichida yashayotibdi degan tuyg'uga keltirsa, Uyg'urlarni o'z qarindoshlari haqida xilma-xil gumonlarga, xato tuyg'ularga, hatto umidsizliklarga yetaklashi mumkin. Uyg'urlarning o'yin tomoshalari aks etgan so'rin va to'y-to'kun ko'rinishlari Uyg'urlar haqida tashqi dunyoga xato signal berish bilan cheklanmaydi. Balki u yerdagi ochiq reallikni va Uyg'ur bo'lmagan kishilar farq etolmaydigan echinish ahvollarni ko'rsatib beralaydi. Bu bo'lsa-mu, Uyg'urlarning qiyat chog'i to'lgan hashamatlik so'rovlarda Uyg'ur qizlari bilan Xitoy erlarining birga bo'lishi, tannoz jalb qilarlik Xitoy modellarida kiyingan Uyg'ur qizlari va shu so'rovlarda Uyg'ur erlari bilan tang ko'ngil ichayotgan Xitoylarning bo'lishi Uyg'urlarning hayotidagi ba'zi ochiq realliklarni ko'rsatib berdi. Mushundaq ko'rinishlarni ko'rgandan keyin ba'zi Uyg'urlar vatanda hechnim bilan kor yo'q o'yin tomoshaga cho'mgan qarindoshlardan nafratlanishi yoki ularga ich og'rishi mumkin. Ba'zi Uyg'urlar bundaq ko'rinishlardan umidsizlanib, Uyg'urlar tugishib ketayotgandek, aslini unutib butunlay xitoylashib ketayotgandek his qilishi mumkin. Ko'ngil ichish, to'y-to'kun vatandagi Uyg'urlar uchun bo'lsin yoki chet ellardagi Uyg'urlar uchun bo'lsin normal hayotning bir qismi. Shundaqla sog'lom hayotning bir zarur sharti. Halbuki o'yin tomosha, ko'ngil ichish
to'y to'kin oldi bilan sog'lom ruhiy holatimiz uchun, baxtli oila uchun foydali bo'ladigan axloq o'lchamlarimiz va qoida usullarimizga uyg'un bo'lishi kerak. Uyg'ur hayoliq, axloq ustunligi bilan faxrlanadigan madaniyatli millat. Uyg'urlarning mashrab o'ltirishlari, to'y to'kinlari yolg'iz ko'ngil etishlar emas, balki kuchli tarbiya ahamiyat ega faoliyatlardir. Halbuki bugungi kunda Xitoyning ijtimoiy taratqulardan tarqalayotgan Uyg'ur turmushi va so'rovlari xitoylashtirish tashviqotining bir qismi sifatida ko'rinayotgan bo'lib, Xitoyning buningga yo'l ochib berganligi ajablanarli emas. Chiroyli Uyg'ur qizlari qiyoqas chiqarib usul o'ynayotgan so'rovlarda Xitoy erlarining bo'lishi, Uyg'ur to'ylarining Xitoysiz bo'lmasligi, so'rindagi kishilarning Uyg'urlarning qimmat qadriyatlariga butunlay yot bo'lgan xitoychiliklar kishilarni Uyg'urlar butunlay abjash, o'z madaniyatidan yotlashganda ko'rsatmoqda. Amaliyotda Xitoy doiralari Uyg'ur, Xitoy bilan tomosha qilayotgan ko'rinishlar orqali Uyg'urlarga shu abjash hayotni normal qilib ko'rsatishga, Uyg'ur yoshlarini xitoylashtirishga, chet ellardagi Uyg'urlarni qaymoqtirishga va umidsizlantirishga tirishayotdi. Yaxshiroq moddiy turmushga intilgan Uyg'urlar Xitoyga beqinib ana shunday saxta shamat ichida yashasimi, Uyg'urning hammasi undaq bo'lib ketgani yo'q. Virus qamali mezgilda Uyg'urlarning shu qadar ig'ir qiyinchilik turibmi, Uyg'urga xos eselligini yo'qotmaganligini ko'rdik. Hozir shu cheklik sharoitda iffat nomusimizni qo'g'dab yashayotgan Uyg'urlarimiz vatanda yana xili bor. Vatanda Uyg'urlar uchun axloq cheklimasidan chiqib yashash birdan-bir erkinlik bo'lsa, chet ellarda erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlar uchun Uyg'ur vatanda bahramand bo'lish mumkin bo'lmaydigan haq-huquqlar erkinlik sanalishi kerak edi. Afsuski, chet ellarda yashabmi erkinlikning ma'nosini faqat cheklimiga uchirmay moddiy huzur ilish va xohlagancha o'yin tomosha qilish deb tushunadigan Uyg'urlar yana bor. Chet ellardagi Uyg'ur so'rovlarida ko'rilgan yana bir ish, to'y to'kin va ko'ngil ichish so'rovlarida tuzuk yangilik yo'q. Naqshi musiqalar va nurg'un ishlar shu piti vatandagi abjash holatni ko'chirib akelgandeklan. Buni ba'zilar vatanni sig'inishdan deb qarashi mumkin. Ba'zilar koni zihniyat deb bilishi mumkin. Asli biz o'z madaniyatimizni saqlab qolish uchun tirishayotgan millat bo'lish suhbatimiz bilan vatanda qilolmaganni qilsak, ko'ngil etishlarimiz texmi Uyg'urga xos bo'lsa, vatandaliklarga ulgu bo'ladigan, kelgusida vatanda madaniyatimizni asliga keltirishga asos bo'lgandek bir ilg'orliklar bo'lsa yaxshi edi. Vatandagi Uyg'urlarmi, chet ellardagi Uyg'urlarmi ko'ngil etish qilmay, o'yin tomosha qilmay yashig'il bo'lmaydi. Ammo o'yin tomosha o'zimizni saqlab qilish, o'zimizni tangshash, o'zimizni dast turg'izish uchun bo'lmay, birdamlik ko'ngil xo'shligi va moddiy huzur uchun bo'lsa, u bizni faqat vaqtliq bezlaydi, mez qiladi va oxir vayron qiladi. Hammaga tanishliq bo'lgan Subibordan qaytish nomli filmda to'lim ahamiyatli qisqa bir so'zlashma bor. Jazo lageridagi ahvolni yengil bilgan bir yosh jazo lageridagi kishilarning boshlamchisidan biriga odamlarimiz o'lyapsa, sizlar xiyolinglarda yo'q o'yin tomosha qilyapsizlar deb farqiraydi. Uningga javob bergan boshlamchi, shundoq, biz hammani bilamiz, lekin biz qisos uchun hayot qilishimiz, yashashimiz kerak. Biz bu yerda birdan bo'lsin chaqchaq qilmay, ko'ngil ochmay, g'am qayg'u ichida hayot qilolmaymiz deydi. Shunga biz Uyg'urlarmi hayot qilish uchun ruhiy holatimizni sog'lom qilib, xalqimiz uchun bo'lgan kurashlarni davom qilish uchun ko'ngil ochmay, to'y to'kin qilmay yashay olmaymiz. Ammo o'yin tomosha Uyg'urligimizga yarashadigan, axloq va qadriyatlarimizga munosib isil, qaddimizni va g'ururimizni ko'taradigan darajada sog'lom bo'lish kerak.